Bu Koreya podkasti ikkinchi soni yana efirda. Orzular shahri bo'lgan menimcha hamma uchun ham O'zbekistondan olib kelgan choy hali ham. ingliz tilini bilmaydi. Koreyaga kelgandan keyin kuniga $100, oyiga $3000 topdingizmi? Assalomu alaykum. Bizni uzoq va yaqindan kuzatib turgan do'stlar. Bu Koreya podkasti ikkinchi soni yana efirda. Sizga hali ham homil chiqqanda o'shanga O'zbekistondan olib kelgan choy hali ham. Bugungi mehmonimiz Samandar Live akkauntida ijod qiladigan blogerimiz Samandar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizga savollar beraman. Shularga javob berib ketaverasiz. Samandar, O'zbekistonning qayeridansiz? Avvalambor assalomu alaykum. Mening ismim Samandar. Men O'zbekistonning Jizzax viloyatidanman, Baxon tumani. Koreyaga kelganingizga qancha bo'ldi? 1 yildan oshdi. O'tgan yili 2024-yil sentyabrda IELTS bilan Koreyaga kirib kelganman. IELTS bilan bakalavrga kelgansiz-a? Bakalavr yo'nalishida hozir 2-kursda rasman. Koreyaga yangi kelganingizda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Nima ishlar qildingiz? Albatta, ko'pchilik so'raydi, ingliz tili bilan kelish osonmi, qiyinmi? Koreyada hayot qanaqa bo'ladi? Albatta, Koreya bu ingliz tilida gaplashadigan davlat emas. Albatta, koreys tili muhim bu yerda. Vizalar chiqqandan keyin xursand bo'lganmiz, albatta boshida Koreyaga boramiz. Orzular shahri bo'lgan menimcha hamma uchun ham boshida. Tashqariga chiqib qarasam, hamma joy yam-yashil. Juda zo'r ko'ringan. Endi boshida Koreyaga kelgan hamma joy chiroyli bo'ladi. Koreyaga kelgandan keyin o'zi bizda qiyinchiliklar boshlangan. Hamma joy koreyscha. Aeroportda inglizcha yozuvlar bo'ladi-yu. Aeroportdagi xodimlar ham ba'zida ingliz tilini bilmaydi. Bitta yomon tomoni aeroportdan chiqqanimdan o'zi dim havo, namlik o'ta yuqori. Dengizga yaqin bo'lgan uchun dengiz bilan o'ralgan. Shundan 5 soat yo'l yurib Chonju shahriga borganmiz. Chonjuga kelgansiz birinchi. Boshida o'sha Incheon aeroportdan chiqib Chonjuga borganmiz akamning oldiga. Akam o'sha avtobus bekatida meni kutib olgan, uyiga borgan. Nima ishlar qilgansiz yangi kelganingizda? Boshida hech qanaqa ish qilmagan, shu vaqtda dam paytiga to'g'ri kelganman. Universitetga joylashgandan keyin universitetga yaqin joyga o'rtog'im bilan turganman. U yerdagi boshliq bilan gaplashmoqchi bo'lganman, lekin men koreys tilini bilmaganim uchun, u ingliz tilini bilmaganim uchun muloqotimiz kelishmagan xullas. Ish yo'q deb aytgan menga. Shu bilan har kuni bir oycha undan keyin ham ish qilmagan. Koreyaga nima va kim sabab? Ya'ni kim motivatsiyasi sabab deb qo'ygansiz? Nima motivatsiya bilan Koreyaga kelib qolishingizga? Koreyaga maktabni bitirgandan kelganmiz. 11-sinfni bitirib topshirishni boshlaganmiz. Koreyaga topshirish maslahati o'zimni akam, tanishlari Koreyada ishlab o'qib yurganlari uchun ular yaxshi pul topyapti deb qiziqtirgan meni ham. Xullas shunaqa boshlangan Koreyaga qiziqishimiz. Agar Koreya bo'lmaganda qaysi davlatga borgan bo'lardingiz? Koreya bo'lmaganda boya aytib o'tganimdek Amerika yoki Yevropa tanlagan bo'lardim. Koreyaga kelgandan keyin kuniga $100, oyiga $3000 topdingizmi? $100 yetadi. Shimoliy Koreyada ham unaqa bo'lmasa kerak. Internetda memlar tarqab ketdi. Biz qaysi Koreyadamiz o'zi to'g'ri Koreya tanladik-ku biz. Koreyaga kelganingizga afsuslanasizmi? Koreyaga kelganimga afsuslanganman, hozir emas lekin. Koreyslar bilan qanday muloqot qilish kerak, o'shalarni o'rgandim. Koreys madaniyatini ancha o'rgandim. Hozir menimcha Amerikadan ham yaxshi ko'rinmoqda. Ish yo'q paytda hammada stress bo'ladi. Xullas Koreyaga yangi kelganlar. Shu stresslarni siz qanday qilib yenggansiz? Koreyadagi stresslarni yengish uchun insonga anchagina shijoat kerak bo'ladi. Futbol o'ynab ko'proq stressni yo'q qilishga harakat qilaman. Futbol orqali koreys o'rtoqlar orttirdim, havaskorlar futbol komandasiga qo'shildim. Ancha yildan beri yurgan o'zbek akalar bilan tanishdim, ular menga anchagina maslahat berishdi. Koreyaga yangi kelmoqchi bo'lgan bolalarga, yoshlar deymiz, bolalarga 3 ta maslahat. Endi Koreyaga kelmoqchi bo'lganlarga maslahatim birinchi o'rinda albatta til. Koreys tilini kamida 2, topik 2 daraja bilan kelishni maslahat beraman. Ingliz tili bilan kelganlar ham xato qilib qo'ymaylar. Koreys tilini yaxshilab o'rganinglar. Samandar kelajakdagi rejalar qanaqa? Kelajakdagi rejalarim endi universitetni bitirgandan keyin ham ish izlash vizasi, ya'ni D1 viza bilan 3 yil yursa bo'ladigan 3 yil ichida o'ylab ko'rmoqchiman. Chunki undan keyin magistr ham o'qisam bo'ladi, Yevropa yoki Amerika variantini
ko'raman. Eplashga harakat yo'q. Koreyani vizalarini ham uncha farqlamayman. F5, F2 qanaqadir vizalar deydi, lekin men uncha farqlamayman. Shuning uchun D2 o'zimiz student viza. Undan keyin ko'raveramiz, xudo xohlasa. Tugatib qo'yamiz-da. Podkast haqida fikringiz va obunachilarga o'zingizni tilaklaringiz. Podkastimiz oxirida bitta narsani ayta olaman. Hozir ko'pchiliklar hali Koreyaga endi 1 yil bo'libdi. Nima uchun qanaqa bular blogger boshlagan, blog boshlagan, qanaqa maslahat beryapti, hali Koreyani ko'rmagan deb o'ylashi mumkin. Ancha yildan beri kelganlar yoki O'zbekistonga kelmoqchi bo'lganlar. Endi Koreyada 5-10 yillab yurgan akalarda kelgan vaqtda Koreya umuman boshqacha bo'lgan. Hozir boshqacha vaziyat. Koreyaga hozir kelmoqchi bo'lganlar kelsa agar bizning vaziyatimizga tushadi, ular vaziyati emas. Ham men koreys tili emas, ingliz tilidan kelganim uchun ayta olaman, ingliz tilidan kelsa hozirgi vaziyat anchagina qiyin. Yana bitta narsa ayta olaman, Koreya puli, ya'ni wonni o'zbek so'miga qanaqa qilib o'tkazish, ya'ni hisob-kitobni o'rganib kelsa yaxshi bo'lar edi. Moliyaviy taqsimot qilishni. Moliyaviy taqsimotni bilmagan kishi Koreyada anchagina qiynalib qoladi. Boshqa narsalarga pulni sarflab qo'yib, keyin qiynalib yuradi. Obunachilarga omad tilab qolaman. Koreyaga kelmoqchi bo'lsangizlar, birinchi o'rinda koreys tilini yaxshilab kelishingizni maslahat beraman. Koreys tilini yaxshilab, shu podkastni bir marta ko'rib, Albatta, podcastlarimizni o'tkazib yurmangizlar, ajoyib gaplar bo'ladi. like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi sonlarda ko'rishguncha.